Yaqinqi bir necha yildan buyon Sharq Turkistonda Uyg'urlarga kollektiv va oshkora irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy kommunist hokimiyati Uyg'urlarning pasport elishini va chet elga chiqishini umumyuzlik cheklagan edi. Hatta nurg'un Uyg'urlar ilgari chet elga chiqqanligi yoki pasport iltimos qilganligi uchun jazolangan. Yig'ib olish lagerlari yoki turmalarga qamalgan edi. Lekin yaqinqi bir necha haftadan buyon Xitoyning pasport siyosatini bo'shatganligi, bir qism Uyg'urlarga pasport bejirib chet elga chiqishga ruxsat qilganligi haqida ommaviy taratqularda uchur tarqalmoqda. Shuning bilan birga Sharq Turkiston bilan Qozog'iston orasidagi qo'rg'os chegara eg'izini ichib o'tganligi, qozoqlarning Qozog'istonga berishga yo'l qo'yilganligi ilgari surilmoqda. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Xitoyning yana bir qatim dunyoning ko'zini bo'yash uchun harakatga o'tganligini, Uyg'urlar va Sharq Turkiston tashkilotlarining buningga o'xshar muomala qilish kerakligini aytdi. U mundaq dedi: Xitoyning atalmish nol Covid siyosati tanqidga uchragandan keyin doiralar virusga qarshi tadbirlarni tuyuqsiz bekor qilib, dunyoga yangi bir yuqum tahdidi paydo qildi. Shuningga o'xshashla Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilayotgan Xitoy xalqarodan kelayotgan besim va tanqidlarga taqobil turish uchun qasddan pasport siyosatini bo'shatgan. Hatta bu orqali Yevropa davlatlariga kelgan ba'zi Uyg'urlarning bilib bilmay Xitoy tashviqot uchun xizmat qilayotganligi oshkorlanmoqda. Shuning uchun bu masalaga sezgur muomala qilishimiz lozim. Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarga qilayotgan zulm va qirg'inchilikni yoshirish va inkor qilishdagi vositalardan biri chet el diplomatlarini va bo'libmi arab va islom dunyosidan kelgan atalmish muxbir va diplomatlarni Sharq Turkistonga ziyoratga o'rinlashtirish edi. Yaqinda Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan sillarga qaraganda doiralar arablardan tashkil topgan bir o'makni Urumchini ziyorat qilishga o'rinlashtirgan. Bu orqali Uyg'urlarning zulmga uchramasdan xotirjam yashayotganligidek bir manzarani yaratishga uringan. Xitoy doiralari atalmish nol Covid siyosatidan voz kechganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi joylardagi jiddiylik yanada davomlashmoqda. Reuters agentligining ijtimoiy taratqulardagi surat va sinlarni asos qilgan xabariga qaraganda, yuzlagan kishi shanba kuni Xitoy virusi sinoq zapchastlarini ishlab chiqaradigan bir zavodning oldiga yig'ilib namoyish qilgan bo'lib, soqchilar bilan to'qinish yuz bergan. İctimai taratqulardagi inkaslardan ma'lum bo'lishicha, bu namoyish Chonchon shahridagi Covid ta'sis asbobi ishlab chiqaradigan bir zavodning ishchilarning maoshini bermaganligi va xodim qisqartish qarori sababli kelib chiqqan. Xitoy doiralari 2020-yili martdan buyon Wuhan virusi sababidan davlat sirtidan kelganlarga qo'yilgan sayohat cheklamasini bekor qildi. Belgilimiga asosan Xitoyga kelganlar endi karantin qilinmaydi, lekin 48 soat ichida virus siniqi qoldirish talab qilinadi. Yana bir tarafdan Xitoy nol Covid siyosatidan voz kechgandan buyon doktorxona va jasad ko'ydirish o'rinlarining to'lib ketganligi o'tirg'a chiqmoqda. Shvetsiya bosh ministri Ulf Kristersson Turkiyaning o'z davlatining Shimoliy Atlantik akti tashkilotiga a'zo bo'lish talabining hammasini qondirolmaydiganligini aytdi. Turkiya parlamentining Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik akti tashkilotiga kirishga qachon bilet tashlaydiganligi so'ralganda, Kristersson bu haqda ma'lumoti yo'qligini aytdi.